Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz? Shu siz bir oydan beri beli og'riyapti. Sanchib qo'yib og'riyapti. Ismingiz nima? Azamat xo'jasi. Azamat xo'ja. Nechaga kirdingiz? 25 ga. 25 ga. Nima ish qilasiz? Yani tadbirkorman, kichik bizneslar bor. Og'ir mehnatlar bilan shug'ullanmaysiz. Yo'q. Ya shug'ullanib ko'rgansiz. Kundaligi joyi kelib qolsa, Og'ir mehnat ham qilinadi. Og'riq bir oydan beri o'zingiz taqilyapti. Ha, shu bir oydan beri bo'lyapti. Ilgari ham beli og'riqlar bo'lib turarmidi? Oldinmi? Oldin bo'lmagan. Oldin hech bo'lmagan. Yo'q. Yaxshi. Bo'lmasam sizni bir tekshirib ko'ramiz. Keyin unga qarab bir gaplashamiz. Qani, azamat xo'ja. Bellarda. Yo'q. Yo'q, og'riq. Yaxshi. Og'riq bor-a? Ha. Yaxshi, bukamiz. Og'riq yo'q-a? Bor og'riq. Og'riq bormi? Ha, bor. O'zi bor og'riq. O'zimizni hal tashlaymiz. Qo'lni oldinga, orqaga. Uzun qilib ishlaymiz. Og'riq bormi? Bor. Og'riq bormi? Ha. Og'riq bormi? Bor. Og'riq bormi? Bor og'riq. Bor. Oldinga. Oldinmi? Yo'q. Bu tarafga. Donya bor og'riq. Og'riq bor. Bu tarafga. Tarafga yo'q. Yo'q. Yaxshi. O'tiramiz. Oyoqni ochib olamiz. Tizzagacha ko'tarib olamiz. Tabchini ustiga chiqaramiz. Bunisini ham. To'g'ri turamiz. Sezyapsizmi? Og'riq bor eshitdi. Sezyapsizmi? Ha. Sezyapsizmi? Bir xilmi sezgilar? Ha. Bir xil. Yaxshi. Harorati bir xil. Yaxshi. Og'riq sizni qaysi payt ko'proq bezovta qiladi? Ko'proq o'tirib qolsam bitta joyda, ish qilib o'tirsam, o'sha tikka. Sovuq havoni harorati ham sovib ketsa ta'sir qiladimi og'riqlaringizga? Yo'q, havo ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmaydi. Yaxshi. Harakatda og'riqlar kuchayadimi og'ir mehnat qilganingizda? Bellarda og'riq sezasizmi? Ha, bir xil jazila sanchib qoladi. Sanchib qoladi. Yaxshi. Hojatga chiqishlar nimalarimiz yaxshi. Sizda tekshiruvlar natijasida anamnez bo'yicha sizda bel umurtqasida shamollash yoki grijaga o'xshash alomatlar kuzatilyapti. Bel umurtqamizda grijasi deganimizda bizda qattiq pardani disk pardasini, qattiq pardasini yumshoq to'qimaning yorilib chiqishini hisobiga grija deyiladi. Bu grijalar bo'yinda, ko'krak umurtqada, bel umurtqada kuzatiladi. Bo'yin umurtqasida grija bo'lganda, bunda mana xuddi mana shu holatda kelib chiqadi grijamiz. Shu holatda kelib chiqadi. Mana shu yerdagi grija chiqqan sohadagi nervlar, qon to'qimalarida, qon tomirlarida ezib qo'yishning hisobiga shu tarafdagi tomonda og'riqlar, uyushlar, mushaklarda qotishlar kuzatiladi. Bo'yinda bo'lganda, bo'yin grijasi bo'lganda boshda og'riq, esa sohasida qizishib achishlar, tez bosh og'riqlari, esnashlar kuzatiladi. Ko'krak umurtqalarida bo'lganda qo'llarda uyushishlar, og'riqlar, ikkala yelka sohasiga og'riq berishi, ko'krak qafasining oldiy qismiga og'riq berishlar kuzatiladi. Bel sohasida bo'lganda xuddi siz aytib turgan shikoyatlar ham shu alomatlarga kirib keladi.
buni aniqroq tekshirish, aniqroq tashxis qo'yishingiz uchun sizni MSKT tekshirishni tavsiya qilaman. Doktor, MSKTimiz javoblar. MSKTning javoblari keladigan bo'lsak, MSKTingizda 4 va 5 bel umurtqasida 5 mm grija beryapti. Bu siz aytib turgan shikoyatlarga rosa o'rinli. Sizda bizda o'sha dori-darmonlar, fizioterapiyalarimiz bor. Fizioterapiyalarimizni ichida elektroforez, UZT, massaj, magnitoterapiyalarimiz bilan davolaniladi. Bel tortish, ya'ni vitijeniya usulida ham davolash usulimiz bor. Men shularni sizga tavsiya qilaman.